Eng pastkash ishlardan biri insonning yaxshiligini zaiflik deb bilishdir. Saxiy bo'lsa, chegarasiz deb o'ylab, borini emas, jonini ham shilib olishadi. Kechirimli bo'lsa, yana kechiradi degan ishonch bilan xatoni odatga aylantirishadi. Ishonsa aldaydilar. Chunki ishonch har kimga ham berilavermaydi. Mas'uliyatli bo'lsa, uning yelkasiga o'zlarining ham yukini ortishadi. Muloyim bo'lsa, ovozini balandlatmagani uchun mensimay qo'yishadi. U esa jim turadi. Sabri bilan, odobi bilan ichiga yutib yashaydi. Chunki yaxshi insonlar shovqin qilmaydi, chidashni tanlaydi. Ammo bir kun kelib sabr ham charchaydi, yurak ham to'ladi, inson ham yoriladi va o'sha payt ana asl basharasi ochildi deyishadi. Yo'q, asl bashara o'sha payt emas, undan oldin ochilgan edi, yaxshilikdan foydalanib kelganlarda. Bu esa bashara emas, vijdon masalasi edi.